İsa alayhissalom davrlarida bir fosiq o'tinchi bor edi. U o'tin terib sotar, pulni yeb ichib, aysh-ishrat qilib, mas'alas holatda bo'lib, odamlar bilan janjallashar, butun xalqqa ozor berib yurar edi. Undan bezigan odamlar İsa alayhissalomning oldilariga kelib, undan shikoyat qilib, Allohga duo qiling, uni daf qilsin deyishdi. İsa alayhissalom duo qildilar. Ammo kechga yaqin o'tinchi orqasida o'tin bilan tog'dan tushib keldi. Bundan hayratlangan xalq yana İsa alayhissalomning oldilariga kelib, voqeani aytib berishdi. U kishi o'tinchini chaqirib, bugun nima ish qilganini so'radilar. O'tinchi doimgidek tog'dan o'tib terib kelayotganligini aytdi. Ammo İsa alayhissalom undan noodatiy nima ish qilganligini yana so'radilar. Shunda u o'tinchi, men tog'ga ancha ko'tarilganimda so'qmoqda bir so'lg'in holdagi cholni ko'rib qoldim. Uning holiga rahmim kelib, xaltamdagi bir nonni unga uzatdim. U esa mening haqimda yaxshi inson deb duo qildi. Umrim bo'yi hech kimdan yaxshi inson degan gapni eshitmagan edim. Bundan juda xursand bo'ldim va ikkinchi nonni ham unga uzatdim. Chol esa mening haqimda yana ko'p duolar qildi, dedi. Shunda İsa alayhissalom, xaltangni menga uzat, dedilar. Xaltani olib ochsalar, ichidan og'zi qulflangan bir ilon chiqdi. Ilonni qulfdan ozod qilib, nima voqea bo'lganini undan so'radilar. Ilon, siz duo qilgan paytda Alloh meni bu fojirni tog'ning tepasiga chiqqanida chaqib zaharlab o'ldirishimni buyurdi. Men esa xaltaga kirib payt-poytladim. Ammo qariya duo qilgach, og'zimga qulf solindi, dedi. Bundan butun xalq hayratlandi. O'tinchi esa barcha gunohlaridan tavba qilib, xalqdan kechirim so'radi va yaxshi insonga aylandi. Demak, ko'rib turganimizdek, yaxshilikning katta-kichigi bo'lmas ekan. Bir ikkita non beribgina o'limdan qutulib qoldi. Hamda yaxshi insonga aylandi. Qolgan fikr va mulohazalaringizni izohlarda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.